Ha xo'p, hozir bansadan chiqmadik-ku. Mustafa menga salom bermading-ku. Endi salom ber. Men nima qildim senga? Mustafa, hatya bir assalomu alaykum desang bo'ladi. Men nima qildim ha? Aytdi, men aybimni aytdim. Onang nima dedi menga shuni aytdi, ikkovi kelishamiz keyin. Hangisini aytib bermaysiz? Nima deding sen? O'zing bo'yningga ol. Nima dedim o'g'lim? Endi menga teskari qarab turasan, onang xafa qilgan bo'lsa, men xafa qilganim yo'q-ku. Uxlatgan qo'ymadimmi? Ha? Menga qaraysanmi ham Mustafa? Menga ham qaramaysanmi? Menga qara. Bittagina. Shu men aqalga qarasang, zo'mirsa ko'rsan, kesma. Ket, menga qarasang, zo'mirsa ko'rsan. Kesma. Ha bo'pti, bo'lmasa men tushib qolaman, doktorga aytay, men tushirib ketsin. Maylimi? Tushaveraymi? Bo'pti, doktorga ayt, bu yerdan qarada, doktor xolam tushirib keting dedi. Ha? Men aytsam baribir kim aytdi? Bemor aytsa, bular bemorni hurmat qiladi. Nima ekan? Bahonada topasiz, siz ham boshingiz og'rigan. Nima bahona qildim bunga? Nima dedi? Nima deding sen? Nimanicha xafa qilding buni? Na menga salom berdi, buni boshqa qildi. Mustafa, salom bersam xursand bo'lasanmi? Yarashamizmi? Hadi salom beraman, o bersam. Yarashamizmi? Hop, o beraman hozir. Hadi menga qarasang, o beraman. Hay telefon onangga berar. Menga nima xaprichim? Men nima qildim? Men nima qildim? Hay. Men nima qildim? Ayang xafa qilgan bo'lsa. Nima qilacağım? Telefon bilan o'rtamizda samla men o'rtamizda telefon bilan gap bo'ldi. Xolam yo'q edi balki. Xo'p, sen men bilan aralashing. Xolam bilan nima xafasan? Shu bahonami? Chunki sen xolat. Bo'ldi, men jiyanlikdan voz kechdim. Bu men jiyanim emas. Sen emas, mana onang men jiyanim emas. Endi men bilan aralashma fa. Saydema. Jiyan. Bir dumalab boshqa bola bo'lib qolsam. Unaqa qo'rqitma lekin. Aytdingki sizni xolangiz bo'lgani uchun deding. Endi men xolasi bo'lmasam, demak, arazlamaysanmi? Baribir ham arazlaysan. Ayam xolat. Mana xolam. Aybim meni onam chiroyli tuqqan degan she'rda aytgim keldi. Men nima qilsam, onasi xafa qilgan bo'lsa, onasining enasining xolasi bo'lganligim uchun mendan ham
xafa bo'lsa men nima qilay chilonzor metro